20 qavat yubka kiygan malika. Bu Niderlandiya mamlakatidagi niderlandiyaliklar deb ataluvchi odamlarning hikoyasidir. Niderlandiyada ko'p asrlar oldin go'zal qizi bo'lgan qirol va qirolicha yashagan ekan. Malikaning husni jamolini ko'rish huzur baxsh etardi va u buni o'zi ham bilardi. Hamda mamlakatdagi uning go'zal husni jamolini ko'rishga oshiqqanlar ichida uni o'zi o'z jamolini ko'rishga eng ko'p qiziqar edi. U vaqtlarda hech qanday ko'zgu yoki buyumlar yo'q edi. Shu sababli malika o'rmondagi ko'l bo'yiga borib, suvdagi ajoyib aksini ko'rib quvonar edi. Uni tabiatga va o'rmonga bo'lgan muhabbati shu qadar kuchli ediki, u kun bo'yi loyda o'ynab, har kuni ertalab va kechqurun hayvonlar bilan aylanib yugurardi. Shunda u saroyga qaytguncha sochlari qushning uyasi kabi chigallashib ketar edi. Meni qadrli malikam, qanday qilib sochlaringizni bu chigalliklardan xalos qilaman? Bilmadim. Bu sizning ishingiz. Iltimos, sochlaringizni tarashimga ijozat bering. Biroz qattiq tegishi mumkin. Noto'g'ri qilyapsiz. Bu qanday qo'pol ekansiz. Buqa kabi. Siz meni buqaga o'xshatdingizmi? Bu juda qo'pol o'xshatish-ku. Sochlarimni yaxshilab tarashni o'rganing, so'ng qo'pollik haqida gaplashamiz. Buqa. Bu suv juda issiq. Hech kim bu yerda birorta ishni to'g'ri bajarmaydi. Siz payqaganingizdek, malikaning xatti-harakati uni yuzi kabi yoqimli emas edi. O'rmon jonzotlari bilan o'ynashi va sochlarini chigal holatga keltirishi yaxshi holat edi. Ammo yoshi o'zidan katta bo'lgan va unga borini berishga tayyor bo'lgan yordamchilarni haqorat qilishi yaxshi emas edi. Qirolicha qirolga malikani yomon xulqi haqida aytdi. Qirol qizini juda yaxshi ko'rardi va jazolash haqida o'ylashga toqat qila olmasdi. U qirolichani ishontirishga urindi xolos. Qizimiz unchalik ham yomon emas, azizam. U hayvonlar, daraxtlar va o'rmon jonzotlariga bo'lgan muhabbatini ulashadi. Esingdami, u bir marta o'rmonda yaralangan buzoqqa qanday mehr bilan g'amxo'rlik qilgandi. Va u har doim bog'da bo'lganida qushlar uning oldiga to'planib olishini bir eslagin. Qirol malikani hayvonlarga bo'lgan mehr oqibatidan taskin topar ekan, u qanday malika bo'lishi haqida qayg'urdi. Shunday qilib, u yuragidagi tashvishlarni aritib, o'rmonda eng sevimli joyiga, bir vaqtlar do'sti buyuk eman turgan joyga olib bordi. Ko'p yillar oldin qirol 10 yoshli bola bo'lgan paytida bir necha o'tinchilar emanni kesishga kelganini ko'rgan edi. Sizlarga bu daraxtni kesishingizga ruxsat bermayman. Shahzoda, bizga o'tin kerak. Borib qurigan daraxt topinglar. Ammo sizlarga bu daraxtni nobud qilishingizga ruxsat bermayman. Daraxtga o'tkir tig' tekkizguncha boltani menga uring. Shunday qilib o'tinchilar boshlig'i keksa emanni yolg'iz qoldirishdan boshqa iloji qolmadi. Shahzoda hech kim sog'lom daraxtni kesmasligi va faqat qurigan daraxtlarni kesishi uchun qirollik qo'riqchilarini o'rmonga joylashtirishni talab qildi. Hech kimga o'rmondan biror hayvon yoki qushni ovlashga ruxsat berilmagan edi. Boshqa kuni yosh shahzoda o'rmonda o'ynab yurganida, Bu tovush qayerdan kelyapti? Qandaydir hayvon og'ir ahvolda shekilli. yosh shahzoda hamma joydan butalar, novdalar va maysazorlar orasidan qidirishga tushdi hamda bir buzoqni topdi. Buzoq tuyog'i yaralanganligi uchun kuchli og'riqni his qilayotgan edi va jarohati og'ir edi. Qirol buzoqni saroyga olib borib, yana o'rmonga qo'yib yuborilishi uchun yetarli bo'lguncha kecha-yu kunduz uni parvarish qildi. Yosh shahzoda ulg'ayganida, 20 yoshga to'lganida, bechora daraxtning quriyotganini ko'rish uchun
yana eski do'sti Emanni oldiga tashrif buyurdi. Eman daraxtim, mening sevimli Emanim, senga nima bo'ldi? Do'stim, nega buncha qurigan ko'rinasan? Seni qanday qutqarishni biladigan shifokorni, bog'bonni olib kelishim kerak. Buning foydasi yo'q, yosh shahzoda, chunki ruhim bu dunyoni tark etadigan vaqt keldi. Sen menga mehribon bo'lding va bir necha marta mening hayotimni saqlab qolding. Endi yaxshilikni qaytarish vaqti keldi. Men ham qaytarishim kerak. Mening qadrli buqaginam, sen ham juda charchagan va qari ko'rinasan. Eman va men birodarlarmiz. Biz daraxt va hayvon kabi yashashga la'natlangan edik. Endi la'nat muddati tugashiga yaqin qoldi. Yulduzlardagi yerimizga qaytish vaqti keldi. Ammo ketishimizdan oldin, oliyjanob shahzoda, biz sening mamlakatingga behisob farovonlik va baxt saodat tilaymiz, chunki sening mehring bunga loyiqdir albatta. Men vafot etganimda mening shoxlarimdan birini olgin va qachondir tug'iladigan qizingga taroq yasab bergin. Yiqilganimda yog'och tanamni bo'laklarga bo'lib tashla. Qizing 17 yoshga to'lganida unga shu bo'laklardan kiyim tayyorlatgin va u o'zini yomon tutganida kiygizgin. Keyin bir kuni u hozir birodarim Eman turgan joyda binafsha rangli gulni topadi va shu o'lka ayollarni gul poyasini ipakka aylantirishiga qo'yib bergin. Va buni bilishingdan oldin bu qorong'u o'rmon shunday gullarga to'la jonli o'lkaga aylanadiki, u butun insoniyat tomonidan kashf etilgan eng yaxshi, eng yumshoq mato bo'ladi va sening qirolliging dunyodagi eng gullab yashnagan o'lkalardan biriga aylanadi. Bugun ko'p yillar o'tgach, qirol o'rmonda turib, eski do'stlari Eman va buqani aytganlarini esladi. Xavotirga tushgan yuragi umid uchqunini ko'rdi va xayolida ularga minnatdorlik bildirgancha shohsaroyga yugurdi. U Eman daraxti poyalaridan yubka va buqa shoxidan taroq yasattirdi. Qizimiz yana bir bor qo'polligi bilan tarbiyachi ayolni yig'latdi. Uni bu yerga chaqiring. Malika chaqirildi va u kelganida, Eshitishimcha, yana o'zingni yomon tutayotgan ekansan. Otajon, ularni hammasi shunchalik. Yetar. Bundan buyon sen sochlaringni shu bilan tarashing kerak va bundan buyon qachonki qo'pollik qilsang, mana buni kiyasan. Otajon, lekin men... Hech qanday savol va muhokamalarsiz. Buni hozir kiy. Va shunday bo'ldi. Malika har safar qo'pol yoki o'zini yomon tutsa, uni yog'och yubka kiyishga majbur qilishdi. Malika buni umuman yoqtirmasdi va tez orada uni xatti-harakatlari yaxshilana boshladi. Har safar Malika sochlarini buqani shoxidan yasalgan taroq bilan taraganida, uni odob axloqi yaxshi bo'la boshlardi. Men bu taroqni juda yaxshi ko'rib qoldim. U juda mayin. Ammo sochlaringiz shu qadar chigalki, hazrati oliyalari qattiq tegishi mumkin. Ha, balkim, xavotirga o'rin yo'q. Men qimirlamay turaman. Ahvoling joyidami? Kechirasiz. Juda afsusdaman, hazrati oliyalari. O'zingga hech nima qilmagan bo'lsa, bo'ldi, xavotir olma. Har kim ham shunday sirpanib ketishi mumkin. Hamma bir vaqtlar mag'rur, qo'pol va xudbin bo'lgan Malikani ajoyib o'zgarishlarini ko'rib hayratda qoldi. Ko'p o'tmay, uni odob axloqi yuzlari kabi go'zallashgan edi. Unga endi yog'och yubka kiyishga hojat qolmagandi
va u qirollikning eng mehribon, eng samimiy odamiga aylandi. Bir kuni u odatdagidek o'rmonga borarkan, qadimgi eman daraxti bo'lgan joyga yetib bordi va u yerda eng chiroyli, eng go'zal gulni ko'rdi. U gulni saroyga olib borib, onasiga va mehmonga kelgan xolasiga ko'rsatdi. Onajon, xola, bugun o'rmonda nima topganimni ko'ring. Qanday o'zgacha chiroyli gul. Axir bu oddiy gul emas. Zig'ir guli. Zig'ir? U qanaqa gul? Tez orada Malikani xolasi saroydagi xonimlarga gul poyasini qanday qovurishni va zig'irni guldan ajratib olish hamda uni yumshoq, chiroyli matoga aylantirishni ko'rsatdi. Ko'p o'tmay butun o'rmon zig'ir gullarning ulkan maydoniga aylandi va qirollikdagi barcha odamlar zig'irni yumshoq matoga aylantira boshladilar. Tikuvchilar erkaklar uchun ajoyib ko'ylaklar, ayollar uchun yubkalar tikdilar. Malika bunday matoni juda yaxshi ko'rib qolgandi va bir kuni yubka juda mayin va nafis ekan. Yana bitta olib keling. Bu go'zallikka qarang. Menga yana bitta kerak. Men qanchalik ko'p o'raversam, shunchalik ochilib go'zal ko'rinyapman. Yana bitta olib keling. Malika umuman olganda 20 qavat yubka kiygandi va saroyda shunday viqor bilan yurar ediki, hamma xonimlar 20 qavat yubka bu shunday chiroyli yubkalarni soni deb o'ylardilar. Bu bichim butun qirollikka tarqaldi va har bir qiz, har bir ayol va har bir kelinchakda 20 qavat yubka bo'lishi kerak edi. Va shu kungacha Niderlandiyada Malika boshlagan bichim Golland millati orasida saqlanib kelmoqda. Eng ajablanarlisi shundaki, bu yog'ochdan yasalgan yubka kiyishga majbur bo'lgan Malikani o'zi edi. Va endi u 20 qavat yubka o'ralganida ham o'zini qulay his qiladigan nafis matoni kiyishi mumkin edi. Xatolarimizni qabul qilishga va ular ustida ishlashga tayyor bo'lsak, biz yengil tortamiz va quvonchni his qilamiz. Shunda atrofimizdagi odamlar o'zlarini qulay his qilishadi va biz nima qilsak ham qo'llab-quvvatlashadi. Malika xushmuomala va mehribon bo'lganidan so'ng, uning qo'polligi haqida endi hech kim gapirmas edi. Chunki biz yomon odatlarimizdan voz kechsak, boshqalar bizni tabiiy ravishda kechiradi. Bu biz bilgan dunyoning haqiqiy yo'lidir.